Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube ishqibozlari va barchalaring. Shu ko'rib turgan jodilaringni hozir biz yangilik kiritamiz demaymiz, faqat qulaylik, qo'shimcha qulayliklar qilib turib buni yangicharoq usulda tayyorlab ko'ramiz. Tayyor bo'ldi, bir ko'ringlar. O'sha aytgan yangilik emas, odam o'ziga yaratgan sharoit yaratish deyiladi bu. Uni oyoqlariga 40 santimetrdan qo'shib 60 qo'ydik. Buni tagiga taxta qo'yilib, qimirlamaydigan qo'yiladi. Mana bu yerda prujina qo'ydik. Yangilik. Endi buni hozir ko'rsataman. Holatda bo'ladi. Mana bosiladi. Kirgizib qo'yiladi mana. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lishni unutmang.